Assalomu alaykum. Bugun siz bilan uy sharoitida o'zingizda varikoz borligini yoki yo'qligini aniqlash ko'rsatib beraman. Qaysi holatlarda rejali ravishda ko'rinishi kerak, qaysi holatlarda shoshilinch ravishda murojaat qilishingiz haqida aytib beraman va ko'rsatib beraman va qaysi holatlarda umuman flebologa emas, boshqa mutaxassisga borishingiz haqida ham aytib ko'rsatib beraman. Varikoz kasalligini o'zingizda aniqlash uchun tikka oyoqqa turib olishingiz kerak. Agar katta oynangiz bo'lsa, o'sha oynaga qarab turib olishni tavsiya qilaman o'zingizni oyog'ingizni ko'rish uchun yoki kimdir yaqinlaringizni oldingizga o'tkazib qo'yib, o'sha sizni oyog'ingizni ko'radigan qilib tavsiya qilaman. Demak, oyna yoniga turdik deylik, tikka oyoqda birpas turasiz. 1-2 minut turishni tavsiya qilaman, chunki o'tirgan yoki yotgan holatlaringiz bo'lsa, tomirlar qoni qaytib ketgan bo'ladi. Turganimizda o'sha bo'rtib chiqqan tomirlarimiz qon bilan sekin-sekin to'lib keladi. To'lib kelgandan keyin maksimal shu 1-2 minutdan keyin o'sha varikozlaringiz borligi, maksimal qon bilan to'lgandan keyin bor yo'qligini ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rganingizda ko'pincha varikozlarimiz tizzadan past sohada chiqadi. Ayrim bemorlarimizda tepalarida ham chiqishi mumkin. Agar o'sha tekis oyog'ingiz ustidan venalar borib chiqish bo'lsa, erkaklarimizdan ayniqsa ko'p soch o'sib ketganligi bo'lsa, ayollari ham ro'parasiga o'tirib olib, o'sha tomirlari bormi yo'qmi, sochlar orasida qo'l bilan ushlab ko'rsa ham bo'ladi. Bo'rtib chiqqan tomir o'sha uzun shingiliga o'xshab chiqib bo'rtib turadi, yumshoq bo'ladi, asoratlanmagan varikoz yumshoq bo'ladi, qo'lingizlar ushaganda kirib ketadi, qo'yib yuborsanglar yana qaytib chiqadi. Shishka deymiz, shishkaga o'xshab shunda bo'rtib chiqib ketadi. Sonda bo'lishi mumkin, tizzani pastida bo'lishi mumkin. Agar o'zingiz bo'lsa, oynaga qarab o'sha shishkalaringizni bosib ko'rsangiz, kirib chiqib yurgan bo'lsa, demak, 100% demayman, 100% endi vrach qo'yadi, где-то 80-90% holatlarda demak sizda varikozingiz bor. Agar bu varikozlaringiz siz oyog'ingizni umuman bezovta qilmasa, ya'ni og'riqlar bo'lmasa, atrofida qizarish, teri ranglari o'zgarmasa, bu asoratsiz ikkinchi darajali varikoz hisoblanadi. Bunaqa holatda qanday holatga qaramasdan birlamchi flebolog ko'rikdan o'tib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Agar endi chiqqan varikozlaringiz bo'lsa, flebolog o'zining tavsiyalarini beradi. Bunda ko'pincha elastitskiy chulki yoki golfi taqishni tavsiya qiladi, o'zining dorilar, mazlarini vaqtinchalik tavsiya qilishi mumkin. Shunda ham o'sha varikozingizni ko'payishini oldini oladigan tavsiyalarni beradi. O'sha faktor risklar bo'lsa, ularni o'rganib chiqib, o'shanga yarasha o'zini tavsiyalarini vrachimiz beradi. Agar shu varikozlaringiz atrofida teri rangi o'zgarishi bo'lsa, jigaring bo'lsa, qichisa, kechga borib oyog'ingiz og'riydigan, charchaydigan bo'lsa, unda flebologga aniq murojaat qilishingiz kerak. Srochniy bo'lmasa ham, lekin yaqin kunlarda murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki varikozingiz asorati endi boshlanayotgan vaqti bo'ladi. Bunda oyog'ingizdagi venalaringiz, oyog'ingizdagi teri rangining o'zgarishi, qichishi hammasi trofik yara haqida bildirayotgan bo'ladi. Shuning uchun rejali ravishda flebologga murojaat qilib, agar kerak bo'lsa, o'sha bugungi kunda eng oson tavsiya qilinadigan usul lazer usuli bilan 1/2 soat 40 minutda qutulib, o'sha kunni o'zida uyga ertasiga ishga ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Keyingi holat shoshilinch holat deymiz. Agar oyog'ingizda o'sha bo'rtib chiqqan tomiringiz qattiq bo'lib, atrofida qizarish bo'lsa, og'riq paydo bo'lsa, bir xil bemorlarimiz shu narsaga ham ahamiyat bermaydi. O'sha bo'rtib chiqqan tomirlarga ahamiyat bermagan, ayniqsa erkaklarimiz soch ko'p o'sgan bo'lsa, tagida varikozlarni ko'rmasligi mumkin. Varikozlar bo'rtib chiqib, og'riq berib, qizarib, qattiq toshdek yoki как shnur deymiz, arqonday qattiq bo'lib qoladi. Bunaqa holat tromb hosil bo'lish belgisi bu. Bunaqada shoshilinch ravishda flebologga yoki qon tomir yoki poliklinikangizda xirurgga murojaat qilish kerak. Chunki tromb bu hayotga xavf tug'diradigan holat. Tromb bu qon tomir ichida suyuq qoningiz qotib qoladi. Suyuq qon qotib qolgandan keyin o'sib boradi tromb. Xudo ko'rsatmasin, uzilib ketsa, u ayrim holatlarda o'limiga ham olib kelish holatlari ham kuzatilgan. Shuning uchun tromb holatda darhol vrachga murojaat qilinglar. Yana eslatib o'taman, varikozingiz atrofida, bo'rtib chiqqan tomir atrofida qizarish, qattiq bo'lib qolish va kuchli og'riq bo'lsa, unda murojaat qilish kerak o'sha kunning o'zida.
Agar sizning oyog'ingizda og'riqlar paydo bo'lsa, charchash, sovqotish bo'lsa, o'sha ko'rsatganimdek turgan holatda varikozlaringiz bo'lmasa, varikoz borlik ehtimoli juda past. Bunaqa holatda avvalambor nevropatolog yoki terapevtlarga birinchi bor borishni tavsiya qilamiz. Ular agar kerak bo'lsa, keyin mutaxassisga jo'natadi. Bir xil bemorlarimizda oyoqlarda uvishish paydo bo'ladi, sovqotish paydo bo'ladi. Varikozda bunaqa holat kamdan kam deyarli uchramaydi. Uvishish bu ayniqsa nevrologik simptom. Nevropatologlarga murojaat qilish kerak, chunki umurtqa belda grijlar bo'lsa, sidalishli nerv qisilishi bo'lsa, odamlar ko'p o'tiradigan holatlarda bo'lsa, shunaqa holatlarda ham shu narsa uvishga olib keladi. Bunaqa holatda vaqtinglarni ketkizib, flebologga murojaat qilib o'tirmanglar. Agar oyog'ingiz top-toza oppoqqina varikozlaringiz bo'lmasa, hech narsa bo'rtmasa, lekin mana shu belgilar bo'lsa, unda to'g'rima-to'g'ri nevropatologga uchrashga tavsiya qilamiz. Endi siz o'sha ko'rsatganimdek turgan holatda varikoz borligini ko'rdingiz. Aytganimdek flebologga murojaat qildingiz. Endi ko'pincha flebologlar hozir agar rayonniy больницаlarda bo'lsa yoki oblastlarda bo'lsangiz, agar flebologingiz bo'lmasligi mumkin, qon tomir jarrohi bo'lishi mumkin yoki xirurg bo'lishi mumkin. Ko'pincha bular operatsiya tavsiya qiladi. Operatsiya degani endi nomidan bilsanglar bo'ladi, u kesib eskicha usulda varikozni olib tashlash qilib tavsiya qiladi. Unda больницаga ochishingiz kerak bo'ladi, narkoz beradi, yo belizdan yo umumiy narkoz beradi. Oyog'ingizni tepa pastdan kesib, o'sha kesgan holatda o'sha bo'rtib chiqqan tomirlaringizni olib tashlaydi. Bunaqa operatsiyalarni bugungi kunda biz tavsiya qilmaymiz. Xalqaro ishlab chiqarilgan standartlar bor. Standartlar juda katta исследование orqali tavsiya qilinadi. Bugungi kunda xalqaro standartlar bo'yicha varikozni oltin standarti bo'lib, bu lazer operatsiya deb hisoblanadi. Radio yoki lazer yoki radio to'lqinli operatsiya hisoblanadi. Shuning uchun xirurgga borganingizda avvalambor so'rang, lazer operatsiya siz qilasizmi? Lazer operatsiya agar qilsa, vrach o'zi oyog'ingizni o'zi ultratovushda tekshirish kerak. Ultrazvuk vrachga jo'natish kerak emas. O'zi turgan holatda, o'sha ko'rsatganda yana turgan holatda ko'radi. Ultrazvuk tekshiradi sizni va lazer operatsiyasini tavsiya qiladi agar ko'rsatma bo'lsa. Bunaqa holatda bugungi kunda lazer operatsiya eng zamonaviy, eng xavfsiz, hech qatingiz kesilmaydi. Kichkina nay tomiringiz ichiga kirgizib 1.6 2 mm emas qalinligi. Qarang, 2 mm emas. 1.6 mm nay tomiringiz ichiga kirib, atrofiga og'riqsizlantirib qilgandan keyin mahalliy anesteziya yordamida sekin tortiladi, lazer bilan tomirlaringiz ichidan yopilib keladi. Yopilib kelgan tomir sekin-sekin so'rilib ketadi. Ko'pchilik bemorlar so'raydi, bu tomirlar kerak bo'lmaydimi organizmga? Yopib tashlasa yoki kesib olib tashlasa, yo'q, varikoz bu уже kasal tomir, uni foydasi umuman hech qanaqa yo'q. Qonni olib ketish o'rniga o'sha tomirlarda qon yana oyoqqa qaytib keladi. O'sha oyoqda og'riq, charchash, tromb, teri rangining o'zgarishi, trofik yaralargacha olib keladi. Shuning uchun bu tomirlarni bitta davolash yo'li bu lazer bilan kuydirib yo'qotib yuborish kerak. Lazer bilan kuydirgandan keyin oyog'ingizga chulki kiygiziladi. Bemor bizning klinikamizdan shaxsan bemor chiqadi, yarim soat peshkom shu yerda yuradi, ko'chada yana 1-2 soat yuradi. Bir kun chulkiyni uxlaydi, ertasidan bemalol ishga chiqib ketaveradi. Faqat bir oycha o'sha kompressionniy chulki kiyib yuradi. Yengil holatlarda biz 2 haftaga ham tavsiya qilamiz. Og'ir ish 5 kilodan ortiq og'ir narsa ko'tarish mumkin emas. Bir oy ichida issiq горячий saunalar mumkin emas. Qolgan hech qanaqa deyarli chegaralar yo'q. Bemalol o'z hayotini davom ettiradi, faqat o'sha elastik chulki. Asoratlarga olib kelmanglar, varikozinglar o'z vaqtida davolanglar. Va o'sha aytganimdek, ko'rsatib berganimdek holatlar kuzatilsa, flebologga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizning klinikamiz aytaman filiallari bir nechta. Toshkentda 2 ta filialimiz bor, Samarqandda filialimiz bor. Undan tashqari vrachlarimiz Qo'qon, Namangonga, Nukusga, Jizzax, Navoiy deyarli hamma shaharlarimizga bizani
o'zimizni mutaxassislarimiz, bizani vrachlarimiz lecheniya qilib berishadi. O'shaning uchun klinikamizga ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Yaqin atrofdagi filialimizga keyin murojaat qilsangiz bo'ladi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyda qoldiring. Deyarli hamma bemorlarimizga biz kommentariyda javob beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.